Tok kattaliklarni o'lchash ishlarini bajarishda biz DT700D tipdagi multimetrdan foydalanishni tavsiya etamiz. Bu multimetr qulay, oddiy tuzilishga ega va yetarli darajada o'lchash aniqligi mavjudligi va multimetrning turli rejimlarda o'tkazuvchi ko'rsatkichli buragich orqali o'tkazilishi bilan ajralib turadi. Dastlab multimetrni simlarini ulab olamiz. Multimetrning simlarini ulashda kom yozuvi tushirilgan joyga har doim qora rangli sim ulaniladi. U manfiy deb qabul qilingan. Bu tomoniga esa qizil rangli sim ulaniladi. U musbat deb qabul qilingan. Endi multimetrning ish rejimini ko'rsatadigan yuzasi bir nechta sektorlarga bo'lingan. Mana bu yerda sektorlar ko'rsatilgan. Misol uchun chap tomonning eng pastki qismiga qarasak, omega belgisi turibdi. 200 kilo omega, 20 kilo omega va 2000 kilo omega va 200 omega ko'rsatilgan. Bu degani bunda elektr qarshiligini o'lchashda foydalanamiz. Misol uchun birinchi multimetrimizni 200 omega ro'barosiga qo'ysak, bunda o'sha multimetrning bu rejimdagi qarshilikning o'lchash chegarasi 200 omegagacha bo'ladi. Agar keling 20 kilo omega ro'barosiga keltirib qo'ysak, bunda qarshilikning o'lchash rejimi 20 kilo omegagacha bo'ladi. Endi biz o'tkazgich qarshiligini o'lchashni bitta namuna sifatida ko'rib chiqamiz. Ikkita multimetrdan foydalanamiz. Birinchi multimetrda 200 o'tkazgichni 200 omega ro'parasiga keltirib qo'yamiz. Ikkinchi multimetrimizni esa keling 20 kilo omega ro'parasiga keltirib qo'yilgan. Endi 2000 omega rejimga qo'yilgan displeyda ko'rsangiz, demak displeyda 200 ko'rsatkich ko'rsatilgan. Bu degani, demak 2000 ga keltirib qo'yamiz. 2000 da demak bu qarshilikni elektr qarshiligini o'lchash chegarasi hisoblanadi. Bunda o'tkazgichlar to'g'ri ulangan. Bunda birinchi multimetrimizni ko'rsatkichini ko'radigan bo'lsak, 153 omegani ko'rsatyapti. Endi multimetrimizni ikkinchisini biz 20 kilo omegaga keltirib qo'ygandik. Bu degani 20 000 omegagacha o'lchash chegarasi. Bunda endi ko'rsak, demak displeyda 0,16 omegani ko'rsatyapti.